Do'stlar, yangilikda zo'ri mana Zarzaminda 55-maktabdan kelish adres. Mana bu 7-maktab mana. Ma'lum Ochilevda tochkalariga mana yangi magazin ochilibdi. Arzon magazin mana. Pindodo. Do'stlar, mana men kirib sizlarga narsalarni ko'rsataman mana. Podarkaga hamma narsa bor. Shu juda ham kerakli narsalar bor ekan. Mana arzon. Masalan, ayollar biladi. Mana shu ko'pchilik mana shu savunmi bu nima aka? Ha, o'smali savun ekan. 25 so'mmi? 20 so'm bozorda, mana bu yerda 15 so'm. Mana bu tifallar, mana oddiy olganda sifatli original tifallar 120 so'm bozorda, bu yerda 100 so'm, 80 so'm. Maynaqa. Juda ham arzon magazin ekan. Mana Zarzaminda ochilgan. Podarkaga jenskiy narsalar bor. Murskoy. Bizda chuda tovar deyishadi, ajoyibot narsalar. Masalan, mana shu ventilyatorda olib ko'rsa, ichiga suv qo'yib turib, yoqib qo'ysangiz, suv bilan havo takkina qilib haydaydi. Yozda suv kunida salqinroq bo'lib o'tirishda iloji bor. Bu narsamiz suvner. Boshda orom qilib, tomosha qilib o'tirsangiz yaxshi narsa. Bundoq qilib qo'ysangiz, o'zidan chiroyli bo'lib, tog'larni shaklini nima qilib tomosha qilib o'tirishga bo'ladi. Bozordan arzonmi bularga? Bozordan arzon, hamma narsalarimiz to'g'ri Xitoydan o'zimiz olib kelamiz. Hech qanday ustiga kam-butun qishloqda obod bo'lish uchun kam-butun qo'yib, ham rizqimizni ko'ramiz, qishloqqa yaxshi. Sovun gul shaklidagi sovunlar hidi shirin, arzon narxda, chiroyli, har bitta bargini olib bir sovun qo'l yuz yuvishga bo'ladi. Chuda tovarlarimizdan ajoyib narsalar. Mana misol olib turib bu o'yinchoqni nimasiga qo'ysangiz, suv bilan shlangchasini tashab qo'ysangiz, xuddi mana korobkadagida boshi o'sib chiqadi. Keyinsiga bunda shakl berib, yosh bolalarimizga chiroyli ajoyib narsalar. Mana suratlaringizni qo'yishga bu ramkalar, bu ramkalarni svetga yoqsangiz, atrofida svetilniklari yonib turadi. Chiroyli suratlar ko'rinadi. Mana shu oddiy tarozi do'stlar, men tarozini ko'rgan, narxini bilaman. 100 so'm, 110 so'm bo'lish kerak. Bu yerda 70 so'm ekan mana. 180 kilogacha vес tortar ekan. 1,5 so'm shiriniga tushiladi bu yerda. Aka, bu pashshaxonalarimiz bor. Narxi narxda yozgi kunda pashshalar nima qilsa, zarar qilsa, sochib qo'yish bolalaringizga yaxshi. Juda ajoyib narsalar bor ekan. Bolalarimizga mana dars qilishlariga qalamlar, nimalar, flomasterlar, hamma ajoyib narsalar bor. Keyin bu tomonda o'yinchoqlarimiz bor. Mana bular arzonmi aka bozordan? Arzon narxda mana partachalarimiz kichkina ovqat yeyishga ham, dars qilishiga ham yaraydigan narsalarimiz. Qiz bolalarga hammasiga mana pardoz andozga narsalar. Bu tomonda duxi, atir. Bu duxi, atirlar mana jenskiy, murskoy. Bular arzon-a bozorda? Arzon narxda, bozorda bunaqa narxda ham yo'q. Bozorda kam nimasi bor? Bozordan arzoni bor. Qattiq qorayib ketgan narsalarni yuvishga, idish tovoqlarni yuvishga ham narsalarimiz bor.